Shvetsiyaga kelishning eng oson yo'li. Akalar to'g'risini aytsa, mashina bo'lib ketdim. Nima deganda, hamma bir xil savol. Shuna zaprosga o'taman, qarayman, borki o'zi shuna kirib ko'rmasdan turib bilaman-da, hammaniki bir xil. Aka, men powerman qanaqa borsam bo'ladi, qanaqa borsa bo'ladi, ishlab olman, necha puldan masalan oylik to'laydi, nimalar qilish kerak, qayerdan dokument olamiz. Akalar, eng oson yo'lni o'rgating. Akalar, oson yo'li yo'q. Oson yo'li yo'q. Hamma narsa o'ziga yarasha qiyinchilik bo'ladi. Bu kelish hozirgi vaqtda masalan sizlar oson yo'li, lekin juda ham qiyin yo'li akalar. Ya'ni darsga qiyin. Oson yo'li boshqa mana shunaqa Yevropa davlatini borasizlar, vizasini, dokumentini olasizlar, Shvetsiyaga kirib kelishinglar mumkin. Oson yo'li. Lekin sizlar o'sha boshqa davlatni dokumenti bilan Shvetsiyada ishlay olmaysizlar, huquqinglar bo'lmaydi. Ya'ni undan keyin masalan nelegalniy bo'lib qolishinglar mumkin. Ya'ni sizlarga maslahatim akalar, iloji bo'lsa-chi, oson yo'li emas. Qiyin bo'lsa ham borki, bu yoqqa kelgandan keyin darcha mazza qilib ishlab yashaydigan yo'lini topinglar. Oson yo'li bilan kelib turib ham bitga masalan ertaga keyin xor bo'lmaylar ya'ni. Tushunasizlar? Biz hozir juda ko'pchilik shunaqa qilyapti. Boshqa davlat Polshani masalan boradida, masalan ID kartalarni olib turib, keyin Shvetsiyaga kirib kelyapti. Da kirib kelasizlar, bir amallab ish ham topasizlar, lekin kunga kunda emas, kunida sinadi akalar. Endi avvalo rizq Xudodan, hech kim mana bitga yozib qo'ygancha terladi, hech kim masalan bandasi belgilamaydi. Ya'ni kimnidir rizqini yo meni yo bo'lmasa sizni rizqingizni bandasi belgilamaydi. Avvalo Xudo. Ya'ni demoqchiman akalar, iloji boricha mana shu bir ma'lumot, o'zingizlar informatsiya yig'inglar. Men sizlarga informatsiya bera olmayman bu narsa bo'yicha masalan. Ertaga masalan nimadir xato gapirib qo'ysam, keyin aytishinglar mumkin. O'shaning uchun dokument bilan, viza bilan shug'ullanadiganlar bilan gaplashib, maslahatlashib, iloji boricha oson emas. Qiyin bo'lsa ham darcha mazza qilib ishlaydigan yo'li bilan Shvetsiyaga kirib kelinglar.